Şəriətdəki pul kuch şirəçilik tüzümü. Avtori Doktor Abdul Aziz Rahmetullah. Pul kuch şirəçilikdə kelişim tüzüş usulü. Pul kuch şirəçilikdə adətdə kelişim tüzüş səlahiyyəti bolğan, aqıl, balıq, hər bir kişi kelişim tüzüş səlahiyyəti bar bolğan başqa bir kişi bilan pul kuch kelişimi tüzsə boludu. Bir tərəf təklif bersə, bir tərəf qəbul qılsa kelişim bitken boludu. Masalan, pul egisi bu $1000 sizga pul kuch kelishimi bo'yicha tijorat qilishga beray. Siz buni tijorat qilib aylantiring. Paydining yarmi menga, yarmi sizga qolsin desa, pulni ishlatib tijorat qiladigan kishi "Men bu shartni qabul qildim" desa yoki boshqa bir so'z bilan roziligini bildirsa, pul kuch shirichiligi kelishimi bitgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, pul kuch shirichiligi degan so'zni ishlatmasami, pul kuch kelishimining mazmunini ifodalaydigan har qanday bir iborani ishlatib kelishsa bo'ladi. Chunki kelishim degan so'zning shakliga qarab emas, balki mazmuniga qarab bo'ladi. Pul kuch kelishimining shartlari. Bu kelishimning shariat ko'rsatmasiga uyg'un, sog'lom bo'lishi uchun uningda tuvandagidek bir qancha turli shart topilishi kerak. Birinchi, tijorat qilishga topshiriladigan pul naqd va tayyor bo'lishi kerak. Tilla, tanga, mis yoki qog'oz pul qatorliq kundalik turmushda pul o'rnida ishlatiladigan naqd pul bo'lsa bo'ladi. Kepak oltin, yambo va odatda pul shaklida ishlatilmaydigan oltin kumushlar naqd pul hisoblanmaydi. Naqd pul bo'lmay, mal yoki boshqa tovardek narsalar bo'lsa yoki qarz bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, bu 1000 metr raqtni sizga pul kuch shirichiligi tijoratiga beray. Buningda tijorat qiling, foydasini tang ulashayli desa, pul kuch shirichiligi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki birinchidan malning bahosi va uningdan naqlashadigan pul mo'lchar va farz bilan to'xtalgan bo'ladi. Bir kishining baholashi bilan yana bir kishining baholashi farqli bo'ladi. Keyin kelishimni oyoqlashtirgan chaqda sarmoya qilgan tovarning bahosi o'rlab ketgan ahvolda foydaning bir qismi pul egasiga ketib qoladi. Tuvallab ketgan taqdirda kuch egasiga ketib qoladi. Bundoq bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, sarmoya 1 tonna bug'doy deb qarasak, buni kuch egasiga bergan kuni bu bug'doyning qimmati $1000 bo'lsa, keyin kelishimni oyoqlashtirgan chaqda bug'doyning bahosi o'rlab $1200 ga chiqqan bo'lsa, $200 foyda hisoblanadi. Mal egasi kelishimni oyoqlashtirib, malini qaytarib olmoqchi bo'lganda, kuch egasi ana sarmoyaga foydadan $200 ni qatib, bug'doy elib berish kerak bo'ladi. Bundaq ahvolda pul egasi foydaning bir qismini o'zila olgan bo'ladi. Aksicha bo'lsa, ya'ni bug'doyning bahosi $800 ga tushib qolgan bo'lsa, ana sarmoyadan $200 kuch egasining qo'lida qolgan bo'ladi. Bundaq qilsa joiz bo'lmaydi. Shunga yuqorqidek ahvolda pul kuch shirichiligining sarmoyasi noma'lum bo'lib qolib, foydani taqsim qilganda talash-tartish qilishga va jidallashib qolishga sabab bo'lib qoladi. Ikkinchidan, tovarni sarmoya qilish to'lamaydigan malning foydasini olishga olib boradi. Imom Sarxasi mundaq deydi: Pul kuch kelishimi naqd pul bilan joiz bo'ladi, tovar bilan joiz bo'lmaydi. Chunki tovar degan muayyanlashib ketadi. Bu muayyan narsaga pul kuch kelishimida to'lam kelmaydi. Balki bu kuch chiqarg'uvchini to'lamaydigan narsaning foydasini olishga olib berishi mumkin. Halbuki bu cheklangandir. Bu yerda Imom Sarxasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'lamaydigan narsaning foydasini olishni cheklagan degan hadisni demoqchi. Ammo bu 1000 metr raqtni siz sating. Qancha pul naqlashsa, uning pulini sizga pul kuch shirichilik tijorati uchun beray. Siz uni tijoratda aylantiring. Foydasini tang bo'lishayli desa, pul naqlashganda naqlashgan pulning miqdori aniq bo'lsa, kelishim to'g'ri bo'ladi. Pulga sotilgan bo'lsa, shu pul kuch shirichiligiga dasmoya bo'ladi. Yuqorqi shartga asosan pul kuch shirichiligiga qarzni dasmoya qilishga bo'lmaydi. Masalan, A shaxsning B shaxsdan olgan $1000 qarz puli bo'lsa, A taraf B tarafga sizdagi $1000 pulini sizga pul kuch shirichiligi tijorat qilishga berdim desa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu yerda pulni qo'liga topshirish bo'lmagan. Shunga u pulni qo'liga naqd topshirib olgandan keyin andin B tarafga topshirib kelishim tuzish kerak. Bu olimlar asosan birlikka kelgan shartdir. Ammo birsiga palonidan $2000 qarzini topshirib olib, bu pul bilan pul kuch shirichiligi tijorat qiling, foydasini mundaq bo'lishayli degan bo'lsa, bu pul kuch shirichiligi ba'zi olimlarning qarshida to'g'ri bo'ladi. Chunki buningda pul kuch shirichiligi u kishidan topshirib olgan qarzga chetilgan. Demak, qarzni topshirib oladigan kishi qarzni topshirib olishda pul egasining vakili bo'ladi. Topshirib olgandan keyin pul qo'lida naqd bo'lg'achqa, pul kuch kelishimi topshirib olgan vaqtdan tartib boshlangan bo'ladi. Bu xuddi
mening kassarimdan pulni topshirib olib, pul kuch chirchilikka tijorat qiling deganga o'xshashdir. Lekin ba'zi olimlar mushundoq ahvoldami makruh bo'ladi degan. Balkim bu olimlar kuch egasi qarzni topshirib olishdan burun qarzni cho'qim topshirib olamangu deb o'z yanidagi pulni ishlatib turib, keyin qarzni ololmay chatoq chiqib qolish ehtimolligini ko'zda tutgan bo'lsa kerak. Yoki bundaq kelishimda o'zi topshirib oladigan pulni kuch egasi elib berganlik uchun pul kuch kelishimi rasmiy kuchga ega bo'lishdan burun ayrim bir manfaat shart qilgandek bo'lg'achqa yomon ko'rgan bo'lsa kerak. Lekin pulni texi qo'liga olmagan ahvolda vakil bo'lg'achqa texi pul kuch kelishimi boshlanmagan bo'ladi. Shunga bu andishining o'rni yo'q. Navoda kuch egasi bu qarzlarni topshirib olmay turib, o'z yenidan pul chiqarib bir narsa sotib olgan bo'lsa, bu savdodagi foyda ziyon pul egasiga bo'lmay kuch egasiga bo'ladi. Buningga asosan bir kishida omonat qo'yilgan pul bo'lsa, pulning turi va miqdori aniq bo'lsa va yo'qolib ketmagan bo'lsa, omonat egasi uningga sizdagi omonatimni pul kuch sherichiligi tijorat qilib tijoratga aylantiring desa, bu pul kuch kelishimi to'g'ri bo'ladi. Chunki bu naq pul topshirganlik bilan o'xshashdir. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, Maliki mazhab olimlaridan ba'zilar omonatda pul kuch kelishimi qilsa bo'lmaydi. Chunki omonat saqlagan kishi uni hajlab etib qolgan bo'lsa, bo'ynidagi qarz bilan pul kuch sherichiligi qilgan bo'ladi degan. Ular navoda omonatni elib kelib ko'rsatsa, pul kuch sherichiligi joiz bo'ladi degan. Buningda ko'pchilik olimlarning qarashi kuchlik. Chunki omonat saqlag'uvchimi, kuch egisimi baribir omonat saqlag'uvchi bo'lg'achqa, omonatni egasiga qaytarib, andin yana uni qo'liga elish kerak emas. Ammo omonat qo'lida yo'qolib ketgan bo'lsa, bu qarz bilan pul kuch sherichiligi qilish doirasiga kiradi. Uning joiz emasligini yuqorida bayon qildik. Hamda birisidan tortib olgan yoki bo'lib olgan pulda pul kuch kelishimi qilsa qandoq bo'ladi? Masalan, A taraf B tarafning pulini tortib olgan. Keyin insobiga kelib, "Men sendan tortib olgan pulda tijorat qilay, foydani ulashayli" degan bo'lsa, tortib olgan pul o'z beti turgan bo'lsa, ko'pchilik olimlarning nazarida joiz bo'ladi. Chunki u tortib olgan molni to'lish kerak. Pul kuch kelishimini boshlagan chaqda bo'lsa, pulni to'lagan bo'ladi. Boshlagandan keyin to'lash xarakteridagi moldan to'lmaydigan omonat molga o'zgargan bo'ladi. Ikkinchi, pul kuch sherichiligi tijorati uchun bergan pul miqdori aniq bo'lishi shart. Bunga asosan bir xalta yoki bir bog'lam pulni sanamayla yoki sonini aytmayla bu pul bilan pul kuch sherichiligi tijorati qil desa bo'lmaydi. Chunki dasmoyining soni aniq bo'lmasa, uni tijoratga aylantirgandan keyin dasmoyi bilan foydasini ayirg'ili bo'lmay qoladi-da, jidal chiqishga sabab bo'ladi. Bir kishiga $1000 pul berib, bu pulning yarmida tijorat qilgan, foydasini tang olayli desa, bu pul kuch kelishimi to'g'ri bo'ladi. Chunki $1000 ning yarmi $500 ekanligi aniq. Qolgan $500 o'zi belgilagan bo'yicha ya omonat yoki boshqa sifat bilan pul kuch sherichiligidan ayrim turadi. Ammo yarmi pul kuch sherichiligi tijorati, qolgan yarmi qarz uchun degan bo'lsa, bu ba'zi olimlarning nazarida joiz deb qaralgan. Ba'zi olimlar bo'lsa buni yoqtirmagan. Chunki buningdagi qarz balkim foyda olib kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni pul egasi $500 ni qarz berib turganlik uchun uning $500 pulini pul kuch sherichiligi tijorat qilib aylantirishga yoki ma'lum miqdorda foyda olishga ma'qul keltirgan bo'lishi mumkin. Foyda keltirgan qarz bo'lsa jazoni bo'ladi. Shunga bundaq ahvolda qarz berib turganlik sababidan pul kuch sherichiligi qilgan yoki foydani taqsim qilishda kengchilik qilgan ahvol bo'lsa, jazonidan saqlanish uchun uniga diqqat qilish yoki uni qilmaslik taqvodorlikqa yaqinroqdir. Undaq maqsad bo'lmasdan udul kelib qilishdek ahvol bo'lsa, u chog'da durust bo'ladi. 3. Foyda pul egasi bilan kuch egasi o'rtasida % yoki ulush bo'yicha taqsim qilinishi shart. Masalan, pul egasi 40%, kuch egasi 60% yoki pul egasi 4dan 1ni, kuch egasi 4dan 3 qismini degandek. Ammo ikki tarafning biriga ma'lum miqdorda pul olish belgilansa, masalan, pul egasi $1000 oladi yoki kuch egasi $1000 oladi desa, pul kuch kelishimi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ba'zi ahvollarda tijoratda ashu $1000 puldan boshqa foyda chiqmay qolishi mumkin. Undaq bo'lsa, yana bir taraf foydadan butunlay mahrum qolgan bo'ladi. Yoki $10,000 foyda bo'lishi mumkin. Bundaq ahvolda yana bir taraf foydaning mutlaq ko'p qismiga ega bo'lgan bo'ladi. Bundaq kutilmagan ehtimollar pul kuch sherichiligi kelishimining ro'yiga zid keladi. Shunga barliq olimlar bu shartda birlikka kelgan.
Uning ustiga pul egasiga ma'lum miqdorda foyda belgilagan ahvolda bu muomalaning xarakteri qarz berib turib o'smini elishga aylanib qoladi-da, pul kuch chirichiligi shaklidagi jazoni muomalasidan iborat bo'ladi. Jazoni yoki o'sim bo'lsa haromdir. Yana o'ziga belgilangan ulush yoki persentga ma'lum miqdorda pul qatib shart qilsa-mu, pul kuch chirishiligi to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, sana foydaning yarmi yana uning ustiga $100 bo'lsin degandek. Shundaqla foydaning yarmi sana bo'lsin, uningdan $100 tutib olaman desimi to'g'ri bo'lmaydi. Demak, bu yerda shart qilingan foyda nisbati muayyan bo'lmasligi kerak. Buningga asosan, "Ma'u do'konning foydasini men olaman, a'u do'konning foydasini sen ol" desimi bo'lmaydi. Yana bu shartga asosan ziyonning hammasi kuch egasiga yoki ziyon har ikki tarafga teng bo'lsin deb shart qo'yib kelishishmi to'g'ri bo'lmaydi. Buni darhol o'zgartib, to'g'ri usul bo'yicha kelishim tuzish kerak. Unda qilmay, shu shart bo'yicha pul kuch kelishimi qilib bo'lgan bo'lsa-chi. Bundaq ahvolda pul kuch kelishimi to'g'ri bo'laveradi. Demak, shart yo'q hisobda bo'ladi. Ziyon pul egasiga bo'ladi. Bu yerda ziyonni har ikki taraf ko'taradi degan shartning xato ekanligining dalili shuki, ziyon degan yo'qab ketgan puldan iborat bo'lib, u faqatla shu pulning egasiga bo'ladi. Shunga bu shartni hisobga olmay, pul kuch kelishimini to'g'ri deb qaraveramiz va to'g'ri bo'yicha yurgizaveramiz. Foydaning hammasini pul egasi oladi deb shart qilgan, kuch egasi bu shartni qabul qilib, haqsiz ishlab berishga ma'qul kelgan bo'lsa, bu kelishim pul kuch sherichilik kelishimi bo'lmasdan, aksicha bekorga ishlab berish kelishimi bo'ladi. Bundaq ahvolda foyda ziyon pul egasiga bo'ladi. Kuch chiqarg'uvchiga ish haqqi berilmaydi. Boshqa bir qism olimlarning nazarida bu pul kuch kelishimidan iboratdir. Lekin bir tarafli foyda olishni shart qilganlik uchun buzuq kelishim hisoblanadi. Hamma foydani kuch egasi oladi deb shart qilgan taqdirda, bu kelishim pul kuch sherichilik kelishimi bo'lmay, qarz berib turish bo'lgan bo'ladi. Chunki kelishimlarda mazmun asos qilinadi. Kuch egasi yoki pul egasi o'zi oladigan foydaning ustiga oylik maosh shart qilsa, bu shart to'g'ri bo'lmaydi. Bundaq ahvolda shart e'tiborga olinmaydi. Kelishim to'g'ri shart bo'yicha yurgizilaveradi. Chunki bu oladigan foydadagi sherichilik bo'lib, kuch egasi putishgan o'lishni chiqargan kuchiga pul egasi chiqargan puliga qarata olgan bo'ladi. Muqim maosh belgilagan taqdirda shu maoshli foyda qolgan bo'lsa, foydaning hammani bir taraf olgan bo'ladi. Bu pul kuch sherichiligidan ko'zlangan maqsadga zid keladi. U bo'lsa-mu, foydadan har ikki taraf bahra olish. Bu shart yana sherichilik to'xtamini yollash va yollanish to'xtamiga aylantirib qo'ydi. Muqim olgan maosh u kishini yollanma ishchi qiladigan bo'lg'achqa, foydadan ma'lum ulushni olish haqqi bo'lmaydi. Ma'lum ulush bilan muqim maosh shart qilgan taqdirda bu jazoni doirasiga kiradi. Shunga olimlar birdek pul kuch egasining muqim maosh olishini joiz emas degan. Agar kuch egasimi ma'lum miqdorda pul qo'shgan bo'lsa, bu ahvolda o'zimi sherikimi ishlasa maosh bekitib olsa bo'ladi. Pulni kuch egasiga pul kuch sherichiligi uchun berib, uyini uninga o'ltirishga berib turishni shart qilsa yoki zaminini tarbiyalashiga berib turishni shart qilsa-mu kelishim buziladi. 4. Pul egasi pul kuch sherichiligidagi tijorat qiladigan pulni kuch chiqaradigan kishiga topshirishi kerak. Chunki topshirmaganda tijorat qila olmay qoladi. Yana pul egasi kuch egasi qiladigan tijoratga tang aralashishni shart qilgan bo'lsa-mu, ko'pchilik olimlarning nazarida pul kuch kelishimi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu pulni to'liq topshirmaslikdan derak beradi. Bundaq ahvolda kuch egasi to'liq erkinligi bilan harakat qila olmay qoladi. Ammo kelishimda bundaq shart qo'ymasdan tasaddubi to'g'ri kelib qolganda kuch egasining tijoratiga fidokorlik bilan yordamlashsa, bu barliq olimlarning nazarida joizdir. Bu shartga asosan bir yetim bolaning puliga igdorchilik qilib qo'yadigan kishi boshqa bir kishiga yetimning pulini pul kuch sherichilik tijoratiga topshirib, yetim bola siz bilan birga tijorat qiladi deb shart qilsa-mu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu yetim bola pulning asli egasi bo'lg'achqa, bu xuddi u bolaning pulini kuch egasiga topshirmay turib olganligiga o'xshash bo'ladi. Shundaqla boshqa bir sheriki bor kishi bir kishiga sherik pulini pul kuch sherichiligi tijorati uchun berib, sherikim siz bilan birga tijorat qilib bu pulni aylantirdi deb shart qilsa-mu, pul kuch sherichiligi to'g'ri bo'lmaydi. Bir kishi pulni yana bir kishiga berib, uni boshqa bir kishi bilan pul kuch kelishimi qilishga vakil qilgan bo'lsa, bu vakil kelishim qilganda kuch egasi bilan birga tijoratga qatnashaman, menga foydaning bir qismini berasiz deb kelishsa-mu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki vakil degan vakil qilguvchining o'rnida bo'lg'achqa, bu xuddi pul egasining kuch egasiga pulni to'liq topshirib bermaganligi bilan o'xshash. 5.
Keyincha jidal chiqib qolishga sabab bo'ladiganlik uchun har ikki taraf oladigan foyda miqdorini aniq belgilashi kerak. Bo'lishadigan foyda miqdorini aniq belgilamay, foydasiga ikkalan sherik deb bitishgan bo'lsa, ammo kelishimda har bir tarafning oladigan foyda miqdori aniq bayon qilinmagan bo'lsa, bu pul kutishchiligi kelishimi to'g'ri bo'laverdi. Ikki taraf foydani tang bo'lishadi. Chunki sheriklik barobarlikni taqozo qiladi. Alloh taolo kerak. Buningga binoan pul egisi kuch egisiga bu pulda pul kuch sherikchilikka tijorat qiling. Bu pulning 4dan biri yoki yarmi sizga bo'lsin desa to'g'ri bo'lmaydi. Yoki dasmoyining yarmi bilan foydaning 10% sizga bo'lsin desimi kelishim buziladi. Yana kuch egisi dasmoyining bir qismini yoki ham dasmoyining ham foydaning bir qismini olaman deb shart qilsa, pul kuch sherikchiligi buziladi. Kelishim mushu shaklda qilinib, tijorat boshlanmagan bo'lsa, bu kelishim bekor qilinadi. Ammo ikki taraf rozi bo'lgandan keyin kelishim to'g'ri bo'laverdi deb o'ylab, pulni tijorat uchun ma'lum muddat ishlatgan bo'lsa, yuqorgi shart bekor qilinib, kelishim kuchga ega bo'laverdi. Bunday ahvolda kuch egasi chiqqan foydadan nasibasini deyishgan miqdor bo'yicha oladi. Ammo dasmoyidan ololmaydi. Yuqorqilar pul kuch kelishimining to'g'ri bo'lishi uchun zarur bo'lgan shartlar bo'lib, olimlarning qarshida bu shartlarning qaysi biri topilmasa, pul kuch kelishimi to'g'ri bo'lmaydi. Davomi bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi.